Ko'p ota-onalar o'ylashadiki, maktabga bolamni bersam, o'zi hammasini eplaydi. Lekin haqiqat boshqacha. Birinchi sinfdanoq ilk oylar ham bolaga ham sizga ham katta stress bo'lishi mumkin. Bugun esa nima uchun shunday bo'lishini va buni oldini qanday olish haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Toshkent maktablarida sinflar ko'p o'quvchilardan iborat bo'ladi. Ular soni 30 tadan 35 nafargacha yetishi mumkin. Ba'zi o'quvchilar bolaning allaqachon o'qishni, harflarni yozishni va 20 tadan 30 gacha sanash bilishini kutishadi. Agar bola bu ko'nikmalarga ega bo'lmay kelsa, birinchi oylar o'qituvchining diqqati uchun kurash va darsni tushunishga harakat qilish bilan o'tib ketadi. Va farzandingiz boshqa bolalar osonlik bilan o'zlashtirayotganini ko'rib, o'zini ishonchsiz his qilishi mumkin. Tasavvur qiling, Kamron birinchi sinfga tayyorgarliksiz bordi. Harflarni bilmaydi, bor yo'g'i 10 gacha sanash mumkin. Hisob-kitobdan xabari yo'q. Endi esa Malika u bolalarni maktabga tayyorlash kursidan o'tdi. Unga matematika, bukvar, yozish, logika o'rgatildi. Hozir u erkin o'qiydi, 100 gacha sana oladi. Qo'shish va ayrishda ham osonlik bilan bajaradi. Sizningcha, kim maktab dasturini yaxshiroq o'zlashtiradi va rivojlanishda oldinda bo'ladi? To'g'ri, albatta Malika. Kamronning vaziyati faqat o'ziga emas, balki uning ota-onalariga ham stress keltiradi. Bola charchagan, o'qishga qiziqishi yo'q, chunki u o'zida natijani ko'rmayapti. Shuning uchun ba'zi ko'nikmalar bolaning maktabga ishonchini oshirishda birinchi qadam. Maktabgacha tayyorgarlik kurslarida bolani ta'limga asos bo'ladigan narsalar o'qish, harflarni yozish, matematika va mantiqiy fikrlash o'rgatiladi. O'qish bolaga topshiriqlarni tushuntirish va birinchi kunlardanoq darsda ishtirok etish imkonini beradi. Yozuv qo'lning to'g'ri qo'yilishini shakllantiradi. Bu esa vaqtni tejaydi va xatolar sonini kamaytiradi. Matematika bola darsdan qolib ketmasligi uchun sonlar va oddiy hisob-kitob haqida tushuncha beradi. Ammo ba'zi ko'nikmalar yetarli emas. Bundan tashqari bola tengdoshlari orasida ham oson moslasha olishi kerak. Toshkentda ko'p bolalar allaqachon tayyorgarlik kurslaridan o'tishmoqda. Ba'zi maktablarda bolalarning 75% dagi birinchi sinfga asosiy ko'nikmalar bilan keladi. Agar farzandingiz tayyorgarliksiz bo'lsa, u darhol uzilishni sezadi va sinfdoshlariga qo'shilishga qiynaladi va kommunikatsiya ko'nikmasi unda yaxshi rivojlanmaydi. Maktabga tayyorgarlik kurslari farzandingizni shunday muammolarga duch kelishini oldini oladi. Lekin farzandingiz tengdoshlari orasidagi moslashuvdan tashqari yana bir jihat muhim bor. Bu miya rivojlanishi, aynan 7 yoshgacha maksimal darajada bo'lishi. 7 yoshgacha bolaning miyasi ayniqsa egiluvchan bo'ladi. Bu davrda diqqat, xotira, mantiq, nutq shakllanadi. Maktabgacha tayyorlov kurslarida bola tahlil qilishni, taqqoslashni, qonuniyatlarni gapirishni o'rganadi. Bu ko'nikmalar maktabdagi muvaffaqiyatli bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bolalar yangi materialni tezroq o'zlashtirishadi. Muammolarni osonroq hal qilishni va tanqidiy fikrlash rivojlantirishadi. Ammo akademik ko'nikmalar bu hali hammasi emas. Ko'p o'quvchi bor sinflarda farzandingiz uchun ijtimoiylashuv ham muhim. 30-35 nafar o'quvchi bor sinfda guruhda ishlay olish, o'qituvchini tinglash, sinfdoshlari bilan muloqotda bo'lish muhimdir. Tayyorgarliksiz bola yopiq bo'lishi, muloqot qoidalarini tushunmasligi, nizolashi yoki shunchaki moslashishidan charchash mumkin. Ya'ni tayyorgarlik bolaning jamoaga moslashishiga va stress darajasini pasaytirishiga yordam beradi. Bu siz bola muloqotda qiyinchilik va qoloqchilik hissini boshdan kechirishi mumkin. Va nihoyat yana bir muhim jihat bor. Bu ota-onalar uchun asab va pulni tejashi. Tayyorgarliksiz ota-onalar ko'pincha bola dasturga yetib olishi uchun birinchi, ikkinchi sinflardanoq repetitorlarni qidirishni boshlaydilar. Maktabgacha ta'limning kursi repetitor bilan mashg'ulotlarga qaraganda ancha arzonroq bo'ladi. Ta'siri esa ancha yuqori. Bu sabablarning barchasi bitta oddiy fikrga birlashadi. Tayyorgarlik maktabning birinchi kunidan boshlab haqiqatdan ham yordam ko'rsatadi va foyda keltiradi. Maktabgacha tayyorgarlik bu ishonch bilan boshlash, ijtimoiylashuv, miyani rivojlantirish, vaqt va pulni tejashdir. Farzandingiz maktabga kelgan birinchi kundan boshlab o'zini ishonchli his qilishini istasangiz, maktabga tayyorgarlik kurslari haqida hoziroq o'ylab ko'ring.